yosh bolalari bor ekan, yetimlar, 3 ta kichkina bolalari bor ekan, eri dunyodan o'tibdi. Keyin mahalla oqsoqolga kelibdi. Oqsoqol endi shu erimga bizda odatga 3 kunlik qiladi-ku, 3 kunlik farz. Qilmasa qabul emas. Mana shu ehsoniga kuchim yetmayapti. Nima maslahat berasiz deb yig'lab kelibdi ana beva bechora. Uyda 3 ta kichkinagina yetimlar. Oqsoqol aytibdilar-ki, "Ye, ha shuncha mehnat qildi, hurmati yo'qmi? Ering odamlarning oshini yegan edi, endi qarzni qaytarmaysanmi?" debdi. Ana shunaqa farosat ekan, muttaham oqsoqollar borda. Qornini o'ylaydigan. Unga osh bo'lsa bo'ldi. Qilasan debdi-da. Qilasan. Hech narsam yo'q desa, moling sotasanmi? Men u yog'ini bilmayman. Keyin bechora shu ayol, beva ayolchi uydagi na xaladeni qopdi, na boshqa narsa qopdi, hamma sotibdi. Oxiri ko'rpachalarni sotibdi, ehsonga. Ko'rpachalarni yassig'i bilan sotibdi. Odamlarga osh beraman deb. Bunaqa osh yegan. Tezak yeganing yaxshi-ku. Ha? Tezak yemaysanmi? Oqsoqol. Hurmatli azizlar, achchiqroq, lekin biz shunaqa narsani aytmasak bo'lmaydi. Biz xayolimiz faqat nima qilsak dunyo topaylik, ish qilaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nega yetimni ko'taryaptilar? Chunki o'zlari yetim bo'lganlar-ku, o'zlari yetim bo'lganlar. Nega biz hech bo'lmasa Rasulullohni o'ylamaymiz? Rasululloh yetim bo'lganlar, yetimlarga qaraylik deymiz. Ulamolarga savol bergan ekan. Mabodo shu yetim bor uy shunaqa osh qilsa, endi osh qilib bo'ldi endi. Qozonda osh, hamma narsa tayyor. Endi yemasa bo'lmaydi, isrof. Borib yesa bo'ladimi, yo'qmi deb savol bergan ekan ulamolarga. Ulamolar aytibdiki, isrof bo'lsin, lekin borib yesang, sen do'zaxning olovini yegan bo'lasan. Tayyor oshni aytyapti azizlar. U oshni garchi isrof bo'ladi. O'sha oshni yegan odam hamchi do'zaxning olovini yegan bo'lar ekan. Hurmatli azizlar, vaqtimiz bo'lib qoldi. Shuning uchun nima qilish kerak degan savol bo'ladi. Xo'p, mana haytman o'qiladi hozir. Hammamiz chiqamiz, hamma uyiga. Xo'p, haqiqiy musulmon endi nima qilish kerak degan savolga, hurmatli azizlar, shunday chiqdingizmi? Bilamiz biz yetim, kimda yetimi bor. Sizga savob kerakmi, ajr kerakmi? Yetimni uyga borib 1 so'm bering. Non olib boramizmi? Narsa olib boramizmi? Shuni qilaylik bugun, azizlar. Shuni odat qilaylik. Biz hozirchi yetimni uyga emas hozir. Yetimni uyga bormaymiz hozir. Biz chiqsakchi ehsonlarga boramiz hozir. Bizga urg'ib qolgan-ku, mana shu kuni o'zi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu hayit kuni, bayram kuni deyaptilar. Hech kim xafa bo'lmasin. Patagarchini yig'ishtirish deb berib, ulamolar og'iz og'rib ketdi. Farqi yo'q. Hozir yana chiqamizda, belimizni baylab, borib bir osh yeymiz. Sunnat qayerda qoldi? Rasulullohning so'zlari qayerda qoldi? Hech bo'lmasa mayli, shuni ham yo'qotish kerak. Ehsonga bordingizmi? Endi uni halollang endi. Bir yetimni uyga boring, bir sag'irni uyga boring endi undan keyin. Osh, yegan oshimiz halollaylik o'zingizga bo'lsa. Faqat
ishlab, kayf safo qil, zo'r mashina ol, uchastkalarni qur, qorningni katta qilib yur demagan-ku Xudoy taolo. Yo shunaqa deganmi? Bunaqa demagan. Alloh taolo aytadiki: "Ey bandalarim, sizlarni bilasizlar nima uchun yaratganman? Eng avvalo menga ibodat qilgin deb yaratganman. Menga namoz o'qigin deb yaratganman" deydi Xudoy taolo. Mana Xudoy taolo namoz o'qigin deydi. Namoz o'qing deydi. Farz bu, buyruq bu. Bu namoz o'qsam ishing yurishadi, savob, bunaqa gap o'tmaydi. O'qishing shart. Seni ko'ngling oppoq qordaymi yoki zanglab ketganmi yoki ko'ngling musir bo'lib ketganmi, farqi yo'q. O'qishing shart. Allohning buyrug'i.